siz mana shu 4 ta yashashingiz kerak. 4 ni o'zida mana siz kelajakda xudo xolasa boy bo'laman, xudo xolasa kelajakda mana bunaqa bo'ladi, kelajakda mana bunaqa bo'ladi deb biz yashamaymiz-ku. Biz tayyorlanib o'tib ketamiz-ku. Lekin o'sha kelajakni bugun qilsangiz bo'ladi. Ya'ni mana bugun degan narsa tasavvur qilingda, hozir mana yaxshilab eshitinglar, o'sha kvantoviy polyada bor bu. Ko'z oldingizga keltiring. 9 etajli dom. Ko'z oldingizga keltiring. 9 etajli dom. Har bir oynasi bor, ko'p oynalar bor. Bilasizmi? Kechki payt o'sha domda svetlar yonadi. Fuk yonadi svetlari. Endi qarang, mana 4-iyulda ham kvadrat bor. Deylik bir 4 ta 5 ta kvadrat bor. Bitta kvadrat boylik, bittasi tushkunlik, bittasi muhabbat, bittasi xiyonat, bittasi baraka, bittasi kasallik, bittasi sog'lik, bittasi baxt, bittasi boylik, mana shu kabi kletkalar bor. Lekin siz hozir masalan tushkunlikda yurgan odam, o'sha siz tushkunlik degan kletkaga kirib olgansizda, o'tiribsiz tushkunlik kletkasiga. Lekin ahamiyat beringda, sizni yoningizda boylik degan kletka turibdi, muhabbat degan kletka turibdi, bitta molchilik qanaqa bo'ladi? To'kin-sochinlik degan kletka turibdi, sog'lik degan kletka turibdi. Mana shunday kletkalar turibdi, yoningizda turibdi. Ular 5-iyul, 6-iyulda emas, bu shu yerda turibdi. Sizning vazifangiz shu yerda. Men bu kletkada fuk etib sakrab o'tish. Ya'ni tushkunlikdan baxtga o'tish yoki bo'lmasam tushkunlikdan boylikka o'tish. Bu sizning qo'lingizda. Lekin siz o'sha boylikni 28-yilgami, 30-yilgami мысленно o'tkazib qo'yasiz. U yoqdasiz. Xudo xolasa 5-6 yildan keyin, bolalarim katta bo'lgandan keyin, xudo xolasa boyib ketgandan keyin, xudo xolasa erim ishi yurishib ketgandan keyin, xudo xolasa shaharga ko'chib o'tgandan keyin, xudo xolasa qarzimdan qutulgandan keyin deb siz mana shuni hammasini kelajakka o'tkazib olasiz-da. Lekin ularning hammasi mana shu joyda. Потому что kelajak ham yo'q, o'tmish ham yo'q qizlar. Yo'q. Mana tepadan qarang-da qizlar, mana tepadan qarang, shar, yer, zemlya, planeta zemlya turibdi. O'sha yerga qarab tursangiz, o'sha yerda o'tmish bormi? Yoki kelajak bormi o'sha yerga? Siz hozir mana o'zingizdan tasavvur qiling, Allohman deb tasavvur qilingda, siz mana shunday tepaga uchib, planeta zemlya bor, mana dumaloq bo'lib turadi-ku. O'shanga qarang. O'zbekiston, Qozog'iston, Amerika, mana shu davlatlar bor, har xil okean bor, tog'lar bor-da. Tepadan qarang-da, o'sha yerda siz, mana bu o'tmish, mana bu kelajak, mana bu yerda hozir deb ayta olasizmi? O'sha yerga qaragan o'zingizni logichni o'ylang-da, bu mana shu olam, bittagina olam hozir va shu yerda. Hayot mana shu bugun.